Ana endi kun mavzusi qarang, tishlarning izlari, quloqda qizarganini qara. Bu quloq normalni turibdi. Abdumalik, jalba nimaga qilmadilaring? Erkakkimiz aka. Erkakchilikda bunaqa paytimda chetga surib turish kerak ukajonim. Lekin trenerlaringga aytaman, bugunoq shikoyat kiritsin. Chunki bundan 1,5 yil oldin Havasbeyda medalini Ablayxonga olib berishgan edi, to'g'rimi? Qulog'ingni tishladim, onasi bu boks-ku, bu haligi quloq tishlaydigan ko'pkar emas, kuchuk urishtirishmas-ku, to'g'rimi? Короче, buxorolik bachalar podдержка qilamiz emas, butun O'zbekiston podдержка qilamiz. Shu videoda Umar Krimlyovda haligi atmetga qilib ketib, bularni o'zi qilmayapti. Men qilmasam kim qiladi? Bu akalari. Shunaqa paytda yonda turishimiz kerak. Siz aka hayotda jalba qilgan bo'lamasda. Bo'lmasa ringda men bilganimda men to'polon qilgan bo'lardim. Aka ishkal qilardik. Короче, Abdumalikka atmetga qilamiz, Krimlyov atmetga qilib, будем требовать справедливости, потому что это бокс, а не собачья